Agarda bu obunachiim birga birda Ronaldoni mag'lub etsa, men unga $1 million sovg'a qilaman. Ushbu videoda siz eng zo'r narsalarni ko'rasiz. Yo xudoyim. Eng kuchli va butun sayyoradagi eng tez sportchilar bilan oddiy odamlar birgalikda raqobat qilishadi. Bizning birinchi ishtirokchimiz Tom Brayden. Raqibingiz bilan uchrashishga tayyormisiz? Qani ketdik. Mana sizning raqibingiz o'rta maktab ragbisi, Jek sizning raqibingiz bo'ladi. Va bir-birlariga raqib bo'lasizlar. Kim birinchi o'lishib 4 ta shaharni yora olsa, men unga $100 ming beraman. Tomning 7 ta super uzuklari bor. Bu eng zo'r himoyachi ekanligini isbotlaydi. Shuning uchun men uning shaharlarini Jeknikidan kichikroq qildim. Jek, birinchi bo'lib sen otishing kerak. Chunki unda 7 ta super uzuk bor. Birinchi ballonni yorishga harakat qil. Ular endi bir-biriga qarshi chiqishadi. Bu eng oson edi, yaxshi zarba. Jek, siz epladingiz, endi Tomning gali. Olg'a. Bu epladi. Bu düz. Endi masofa 18 metrni tashkil qiladi. Yo xudoyim, u epladi. Sen uddalading. Oson ko'rinadi, lekin qiyin. Kela qol. Bu bilan salomlashishni to'xtating, navbat sizga. Men hayratda qoldim. 18 metr bu Tom uchun oson bo'ladi. Do'stim, qanday qilib? Yomg'ir sabab. Yomg'irni debmi? Jek, yomg'ir yog'ishi uchun ibodat qildingmi? Men Jekni jamoasini chaqirdim, uni qo'llab-quvvatlashlari uchun. Jek. Olg'a Jek. Jek. Oh, qanday qilib? Yaxshi urinish. Tom, siz hech qachon sog'inmaysiz. Men o'tkazib yubormayman. Oting. Bu oson. Endi hisob durang. Bu safar o'xshaydi, ishonchim komil. Oh. Yo'q. Jek, zarbang ajoyib, oz qolgandi. Mayli, Tom, siz boshlashingiz mumkin. Bu biz uchun yaxshi emas, Jek. Jek, endi yutishing ancha qiyin, chunki unda bir domla shar qoldi. Bilaman. Bu pullar xayriyaga ketadi. Uni qo'llab-quvvatlang. U hali g'alaba qozonmadi va bu Tomning zarbasi 50 yard. Bu uzoq, Jimmy. Bu juda qari. Bu hurmatsizlik uchun siz to'pni yorasizmi? O'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, nega u tekiza olmayapti deb. Chunki 50 yard juda ham uzoq masofa. Jek. Yo'q. Jek, bu ajoyib zarba bo'ldi. Hozir yutqazishing mumkin. Bilaman. Tom tobora yaqinlashmoqda. Hozir agar sharni yorsang, sen Tomni mag'lub qilasan yoki u seni mag'lub qiladi. Sen $100 ming yutishing kerak. Sen 200 million odam tomosha qilyapti. Xo'p. Jek. Tom Brayden yutganing bilan tabriklayman. Bu $100 ming senga. Bizda hali juda ham ko'p sportchilar bor, jumladan Cristiano Ronaldo. Ammo hozir dunyodagi eng tez odamga qarshi oddiy odamning poygasini kuzataylik. U 3 karra jahon chempioni Noah Lazy. Va hozirda u yer yuzidagi eng tez odam bo'lgan Olimpiada oltin medali sovrindori. Tezlikda hech kimga tengsiz. U $100 ming uchun Yunus bilan poyga qiladi. Bu meni do'stim. Dunyodagi eng semiz odam. Lazy yutsa pulni xayriyaga beraman. Agar do'stim yutsa pulni o'ziga oladi. Ammo Yunus Lazyni mag'lub etish uchun salbiy -200 imkoniyatga ega. Shuning uchun men unga imkoniyat bermoqchiman. Poyga chizig'i 200 metrni tashkil etadi, lekin Yunus men senga ertaroq boshlash imkonini beraman, albatta pulga. Har 10 metrda sening pullaring kamayib boradi. Qancha masofadan boshlash o'zingga havola. Puling $10 ming gacha kamayishi mumkin. Aytalik bu yerdan boshlab ko'rmaysanmi? Juda ham yaxshi joy, $90 ming. Yo'q, 5 soniyada yetib oladi. Mayli, unda keyingisiga ketdik. $80 ming haqida nima deyish mumkin? Pishirilgan. Menimcha yutishing uchun 60 metr yetadi. $40 ming. Xo'sh, nima deysan? Bu pulga mashina olsa bo'ladi. Xo'p, 40 buni eplayman. Sen bu yerdan boshlashing mumkin. Agar sen 60 metr masofani bosib o'tsang, $40 ming yutib olasan. O'ylaymanki u marraga borguncha o'ladi. Buni qanday qilasan? Oyoqlaringni bu yerga qo'yasan. Bu futbol maydoni kabi kichkina va oson. Yuguruvchilar tayyormisizlar? Keling, Joni sayyoradagi eng tez odamni $40 ming ga mag'lub qila oladimi yoki yo'qmi bilib olamiz. Tayyorlaning. Olg'a. Ular poygani boshlab yubordi. Yunus to'xtama, olg'a, o'zi yetib olyapti. Jona to'xtama, u yetib olishi mumkin. Olg'a Jona. Jona yugur, to'xtab qolma, u yetib olishi mumkin. Olg'a Jona. Yo'q, xudo, juda tez ekansan. U kelyapti. Jona to'xtama. U meni yutadi. Bor kuching bilan harakat qil, Jona. Yugur Jona, u kelyapti.
U gepardga o'xshaydi. Jona u yetib olyapti, to'xtama. U sen ustingdan kuldi. Endi bu 100 ming dollarni biz xayriyaga beramiz. U gepardga o'xshaydi. Jona, tura qol. Meni ko'tar. Sen juda ham og'irsan, men seni ko'tara olmayman. Qani uni ko'tar. Qayta uring. Hatto uning ham kuchi yetmayapti. Nualezi g'alaba qozondi. Biz uni pullarni xayriyaga beramiz. Sen aytgancha Nualezi yana qaytib keladi. U USD'dagi eng tezkor streamer bilan poyga qiladi, Asho Speed bilan. Ammo hozircha keling, Bryce Harper bilan beysbolga boraylik. Sizga keyingi birga bir qarshi chiquvchilar bu sayyordagi eng qattiq zarba beruvchi inson, butun sayyorda eng katta adolatsizlik, Big Justice. Boom. U o'zining kichik ligasini qo'rqitmoqda. Albatta. Bu dunyoda eng katta adolatsizlik bo'ladi, chunki uning raqibi beysbol tarixidagi eng halokatli hujumchilardan biri. Yo, xudoyim. Kutib turing, bu adolatdan emas. Tayyorman. Bryce Harperning zarbasi juda ham kuchli. Aytgancha unda 2 ta MVP unvoni bor va 8 ta yulduzi ham bor. Hattoki u home run derby chempionat ishtirokchisi. Qandaysizlar? Shuning uchun sen uy derbisiga to'qnash kelasan. Men o'ldim. Yo, sen buni eplaysan. Katta adolatsizlik deb o'ylashingiz mumkin, lekin unday emas. Chunki Bruce Harper Big Justinning maydonidan 2 hissa uzoqroq qotishi kerak bo'ladi. Siz pastga tushasiz. Bu kichkina bolani olib keting. Bu videoda barcha sportchilar kabi agarda Big Justice g'alaba qozonsa, unga men 100 ming dollar beraman. Agar Bryce Harper g'alaba qozonsa, u xohlagan tashkilotga xayriya qilamiz. Unda men Bryce Harper g'alaba qozonishini xohlayman. Yo'q, ikkalangiz ham bor kuchingizga harakat qilasiz. Albatta. Pokemon kartani xohlaysanmi? Ha, Pokemon kartalari. Adolat buzildi, Big Justice yutqizadi. Men juda qo'rqaman. Unda 10 dona to'p bor, ko'ramiz u nechasini tushira oladi. Pastga. Bu juda ham qattiq zarba bo'ldi. Pastga. Ha. U to'pni tekiza olmadi, mukammal zarba emas. Wow! To'p Chandler tomon ketmoqda. Devorga tegdi. Ha. 100 ming garovda turibdi. Yo, xudoyim. Juda ham kuchli zarba. Yo'q. 10 tadan bittasi. Bum. U devorga tegishi mumkin. Devorga uriladi. Ha. Juda ham oz qolgandi. Yo'q. Keling, Bryce. 6 ta to'pdan faqat 2 tasi tegdi. Zo'rsiz, Bryce. To'xtang, u stadiondan chiqib ketdi. Menimcha Bryce uchun kattaroq stadion bo'lishi kerak. Buni epladingiz. 8 ta to'pdan faqat 3 tasi. Bu faqat 3 tasi edi. Endi 10 ta to'p bor. Bu ishlamadi. Bu gitaraga tegdi. Mayli, sekinroq uraman. Ko'ramiz, u 5-sini ham ura oladimi? Ha, buni epladim. 10 ta to'pdan 4 tasi tegdi. Charchab ketdim. Qani ketdik? Bor bo'ladi ol. Big Justice seni yutqizsang kerak. Uni yoqing. Shuning uchun men senga muxlislik qilaman. Qani ketdik? Buni eplaysan. Ha. Degan muammo shundaki, u sen raqaming taqmaydi. Shunchaki bo'lmadi, shkafni noto'g'ri tanlabman. Big Justice g'alaba qozonadi. Bum! O'ytadi, bum. Senga 5 ta to'p keldi, tayyormisan? Qani do'stim? Qani o'g'lim, bo'la qol. Bum! Osmonda. Unda 1 ball bor. Bum! Bum. Ha. Buni yana 4 marta bajar. Bu raketa-ku. Yo'q. Mayli o'g'lim, xavotir olma. Olg'a, qo'ysangchi, buni eplaysan. Yana 1 marta. Yana 1 marta takrorlaylar. Bum, bu ish beryapti. Olg'a. Men Big Justice'ga ishonaman. Eplaysan. Sen yarim yo'ldasan. Ha. Xush kelma, 2 dona qoldi. Sen eplaysan. Qani bolam, to'xtab qolma. Qo'ysangchi, qani endi sen eplaysan. Buni eplaysan. O'g'lingizga biror gap aytmoqchimisiz? Buni eplaysan. Big Justice eplaydi. Bum! Qani bolakay? Ha, bu ishlaydi. Bum! Eplaysan. Bum! Hayotimdagi eng yaxshi daqiqa. 4-4 bitta zarba ber va g'alaba qozon. Eplaysan, o'g'il. Ha, davom et. Ha, u epladi.
Barakalla o'g'lim. Voy, u yugurishini qaranglar. Bu yerda paqildoq borligini bilmagandim, juda ham qo'rqib ketdim. Siz ham qo'rqib ketdingizmi? Men uddaladim, Xudoyim. Endi hayotimiz gullab yashnaydi. Men bilan faxrlanaman. Bola boshlanishi chunki hali Cristiano Ronaldo bilan tasodifiy yigit raqobatlashadi. Ammo keling hozir havaskor golfchi professionalga qarshi qanday o'ynashini ko'rib chiqaylik. Chap tarafimda golf bo'yicha 2 karra yirik chempion bo'lgan Bryson. O'ng tomonimda esa Aaron. Shubhasiz Bryson yaxshiroq golchi deb aytish to'g'ri deb o'ylayman. Ha, Shuning uchun sizning teshingiz uning teshigidan 50 barobar katta bo'ladi. yaxshi. Agar siz g'olib bo'lsangiz, men sizning hisob kartangizga 100 ming dollar pul o'tkazaman. Agar siz g'olib bo'lsangiz, men shu pullarni xayriya qilaman. Men bu teshikka sig'aman, bu katta. Teshik 330 yard uzoqlikda joylashgan. Aytgancha, sizningcha to'pni teshikka kirgizish uchun qancha zarba kerak? 4, Siz 4 deb o'ylaysiz. balki 3 ta. Siz bir dona belanchak bilan uni butun yo'l bo'ylab olishga harakat qilmoqchimisiz? Ha, shunchaki teshik ko'rib qo'y. Bunday qilishdan mantiq nima? Genetika. Genetika? Keling, nima bo'lishini ko'rib chiqaylik. Navbatda 100 ming dollar. Tayyor bo'lsang boshla. O, ajoyib. Keling, Bryson. Hop, bu ajoyib zarba bo'ldi. Rahmat, Bryson. Men haqiqatan ham hozir ta'sirlandim. Rahmat. Ey xudoyim, shoshilmang. Bitta teshik Bryson. Mayli. Faqat klubni silkiting. Axir sayordagi eng yaxshi golfchilardan birisiz. To'p qayerga ketganini ham bilmay qoldim. Bu ehtimol uchib ketgandir. Haqiqatan ham suvga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Teshik bu tomonda, lekin to'p shu tomonga qarab ketdi. O'ntadan birinchi zarbasi qanday baholaysiz? Yaxshi emas. Mayli, mana sizning to'pingiz. Biz buni bilamiz, chunki ko'k rangda. Ko'ryapsizmi, endi u teshikka to'g'ri zarba beradi. Yerda Bryson to'pni suvga tushirib yuborgan bo'lsa, undan yaxshiroqman. Bryce, keling to'pingizni ko'raylik. Bryson uni yanada ko'proq urishi mumkinligi bu har doim yaxshi narsa degani emas. Xullas, Aaronga zarba berishga ruxsat berishdan oldin keling Bryson masofadagi uchun jazolanishini bilib olaylik. Mayli, biz uni to'pini qidiryapmiz, lekin teshikka yaqinlashib qoldik. Men aytmoqchimanki, u yashil rangda bo'lishi kerak. Agar unga biror narsa bo'lsa, Bu haqda o'ylab ko'ramiz. u yaxshi ko'rinmaydi, yigitlar. Bryson to'ppa suvga tushib ketib, shuning uchun menga ikkinchi to'pni beraman. Bu uning ikkinchi zarba hisoblanadi. Demak, u navbatdagi 3-zarbani uradi. Mayli, Aaron, keling nima qila olishingizni ko'raylik. Texnik jihatdan aytadigan bo'lsak, u hozir 100 ming dollarni yutishi mumkin. Bitta zarba. U qayerga uchib ketdi? Mayli, to'g'ri orqasidan boramiz. Bu aqldan ozgan. Qarang, bu sizning to'pingiz. Nima, bu hazilmi? Ularni qarang, bir-biriga juda ham yaqin. Bizning o'yinlarimiz bir-biriga o'xshaydi. Voy, bu Aytgancha, bu ittifoq. rahmat. Hop. Siz Yahoodan foydalanganmisiz? Nima? U sport ilovasi, unda kunlik chambarak deb nomlangan o'yin bor. Hop. Men ekranda havolasini qoldirdim. Men hozir haqiqatan ham reklama qilyaptimi? Bu juda ham xavfli vaziyat. Shuning uchun men sizga bu narsani aytmoqchiman. Yahooda yangi o'yin haqida sport ilovasi. Bu juda baland. Mana u hozir tushadi. O'tlar orasida ko'rinyapti, chunki uning rangi ko'k. Bu o'sha kuchli zarbami? Shunchaki klassik Bryson kerak. Wow. Yaxshi bo'lish kerak. Kundalik o'yin, bu Yahoo mavjud bo'lgan bepul o'yin, sport ilovasi. Bu yaxshi ko'rinadi. Kundalik topshiriqni bajaring va kartalar oling. Siz kartalarni o'yinni natijasini oldindan bilishni ishlatishingiz mumkin. Yaxshi, men buni qo'yaman. Agar qachonki tayyor bo'lsangiz, zarba berishni boshlashingiz mumkin. Men buni 100% ga chiqargan bo'lardim. Butun hayotingiz sizni shu daqiqaga yetaklaydi. Sizga 100% yutish imkoni kerak. Yo xudoyim. U o'tlarning ustiga tushdi. Bu men hayotim davomida eng ko'rgan sharmandalik. Men o'zimni yomon his qilyapman. Ha, nima bo'ldi do'stim? Men pullarni xayriyaga bermoqchiman. Bu aniq. Yakuniy zarba qanday bo'lishini oldin ekrandagi QR kodni skaner qiling. Yahoo'ni yuklab olgan odamlar ichida men sizga 100 ming dollar pul beraman. Mistemis kartasini kundalik o'yin paketlaridan olganlar uchun. Bu 20 dekabrdan boshlab har kuni 10 ming dollar. Agar siz ro'yxatdan o'tsangiz, men va bolalar bilan bir kunlik sayohatni yutib olishingiz mumkin. Va suratga olish jarayonida biz bilan selfiga tushishingiz mumkin. Yo'q, ey xudoyim. Hazırlashyapsanmi? Buni Bryson qilish kerak. Bilasizmi nima? Sizga qandaydir dalda kerak. Meni ko'rdingmi? Men sizni butalar orasidan kuzatib turgandim. Unga aytingki, u mag'lub bo'lsa ham muhim emas. Buni qilolmayman. Ey xudoyim. Men qilishim kerak. Sen eplading. Kela qol, Bryson. Agar uni o'tkazib yorsangiz, sizni butun Instagram tomosha qiladi. Hop, siz qandaydir tarzda bog'ladingiz.
Aron, siz mana bu yerdan urasiz. Hop. Mayli, harakatni boshlang. Haqiqat lahzasi. Nolan yaxshat bu. Ha. Bu suvga tushib ketdi. Xotinim ustimdan kulyapti. Hali kuzatib qo'yaman. Bu yerga tushyapti. Bu to'ppa suvga tushib ketgani uchun menga ikkinchi to'pni beraman, lekin u keyingi zarbada uradi. Men buni moslayman. U tushadi, yo'q, o'tib ketdi. U meni oldimda turibdi. Imkon yo'q. Ko'ramiz. Nima deb o'rasiz? U hozir to'pni teshikka tushira oladimi? U osmonda. Menda hali imkon bor. Asta sekin. Ya! Xafa bo'lma. Bizda hali sportchi qolgan, futbolning qiroli, eng zo'r futbolist Ronaldo. Ammo kelinglar hozir Speedga qarshi dunyodagi eng tez odamning poygasini ko'ramiz. Noah Lady tezroqmi yoki Ronaldoning eng katta muxlisi Speedmi? Mr. Beast nega telefon qilyapti ekan? Salom Speed, qara, meni oldimda kim bor? Yo'q. Oldin men bilan poyga qil. Qachon qozishni xohlaysan? Men stream tugatib u yerga uchib boraman. Men Speedga ishonganim, u haqiqatan ham streamni tugatib bu yerga keldi. Tayyormisan yigitcha? Har bir daqiqa men uchun yaralgan. Hey, mening ismim Speed bilasan. Bu nomni o'zgartir. Bu safar sayyordagi eng tez content maker Asho Speedga qarshi dunyodagi eng tez odam Noah Lazy. Asho Speed uni yengishga ishonadi. Men uni unvonini olmoqchiman. Olimpiyadagilarning hammasi shunday degan. Yo xudoyim. Men uni sendan o'g'irlayman. Siz yana yutsangiz men 100 ming dollar xayriya qilaman. Agarda Asho Speed yutsa men unga 100 ming dollar pul beraman. Ikkinchi qadamimda sen butun poygani to'xtatishni so'raysan. Qachon yutqazishni xohlaysan? Meni ismim Speed, tezligimni ko'rib shokka tushasan. Bu poyga 50 metrni tashkil etadi. Agar Speed g'alaba qozonsa, u rasman sayyordagi eng tezkor odamga aylanadi. Janoblar, ikkalanglar ham tayyormisizlar? Qani ketdik. Bilasanmi nima? Janoblar, tayyorlaninglar. 1, 2, 3. Olg'a. Speed oldinda. Asho Speed imkoniyat bor. Noah Lazy yetib olyapti. Noah Lazy oldinda. Ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan. Oh! Kelasi ham juda ham tez. Bu lentaga men tegdim. Men borib pulimni olay. Bu lentaga men tegdim. Men borib pulimni olay. Mana sizlarga maksimal sekinlashtirilgan kamera. Ke videoni ko'ramiz. Birodar Bug'ron. Men lentaga tegdim. Chunki sen sakrading va yopishding. Sen ham shunday qilding. Bu 100 ming dollarni qaysi xayriya tashkilotiga berishni istaysiz? Men Speedga berishni xohlardim, lekin muhtoj bolalarga ko'proq kerak-da. Yo xudoyim. Bizda so'nggi ishtirokchi Speedning sevimli odami Cristiano Ronaldo. Assalomu alaykum birodarlar. Iltimos videoda oldinlashtirib olmanglar, chunki sizlarga muhim gapim bor. Yaqinda biz Mr. Beast hamma tarjima qilinmagan videolarni o'zimiz tarjima qilmoqchimiz. Buning uchun sizlar obunalar kerak bo'ladi. Ha, aytgancha bir gap bor. Biz reklama olmoqchimiz birodarlar. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, mashlichga bemalol yozsanglar bo'ladi. Xo'sh do'stlar, kelinglar endi eng katta mehmon bilan uchrashish vaqti keldi. Cristiano Ronaldo. Hozir bu 1 million dollar evaziga futbol olamining eng buyuk futbolchisi Cristiano Ronaldoga qarshi to'qnash keladi. Sizga bu 1 million dollarning kuchingizga qarshilik qiluvchi inson bu Cristiano Ronaldo. Men omadli ko'ylagimni kiydim, Mr. Beast. Oh, U mening birinchi raqamli muxlisim. teskarisi emasmi? Men uni birinchi raqamli muxlisimman. Siz dudunglanyapsiz, asabiylashyapsiz do'stim. Ushbu musobaqaning qoidalari juda ham oddiy. Ikkalangiz ham darvoza nishonlariga o'q uzasizlar. Kim birinchi bo'lib 3 tasiga tekkizsa o'sha g'olib bo'ladi. Agarda holat qandaydir qilib bo'lsa ham Ronaldo yengsa, men unga 1 million dollar beraman. U bu pulni yutadi. Shunchaki pulimni olib ketay. Yo'q, avval uni yengishing kerak. Ronaldo necha foiz yutaman deb o'ylaysan? Menimcha 50-50. Siz bunga qo'shilasizmi? O'ziga ishonganidan xursandman. Xo'p, mayli. Tayyor bo'lsang boshlashing mumkin. Seni 100 milliondan ko'proq odam kuzatmoqda. Mayli, hali senda ochko yo'q. Ronaldo, endi seni galing. Qani ketdik, boshla. O, ikkalasi ham o'tkazib yubordi. Ikkalasi ham o'tkazib yubordi. Menimcha butun videoni barbod qilmoqchi. Mayli, endi seni galing. Ha. Olg'a. Udalaysan. Yana pul yutishingni xohlayapti. Epladim. Ha, epladim.
Kechirasiz Ronaldo, uzr so'rayman. Siz hozir Ronaldoni mag'lub etyapsiz. Wow. Senga ishonaman. Ey xudoyim. Bu ko'p. Ko'p emas sen yutasan. Wow. Mayli, Ronaldo echki ekanligingni isbotla. Holat, sen millioner bo'lishing mumkin. Holat, yana 2 marta nishonga ur, sen millioner bo'lasan. Juda yaqin. Yo'q. Yaxshi, endi Ronaldo urganini ko'ramiz, u nishonga tekkiza oladimi? Holat, boshqa imkoniyat bo'lmaydi. Holat tep men gol urmayman. Ha. Men senga ishonaman. Ronaldo meni 1 million yo'qotishimni xohlaydi. Ha. Olg'a, Holat. Yo xudo. Bu qanchalik aqlga sig'masa ham endi holatda ikkita. Bu yagona yo'l degan hayotni o'zgartirish uchun. Ronaldoning g'alaba qozonish uchun uchalasini ham cheyish kerak, holat esa bittasini. Keyingi uchasini ketma-ket urasizmi? Halolmi? Yo'q, haqiqatan ham yo'q. Sizning ishonchingiz komil emas. Bu tarixdagi eng katta qaytishning boshlanishi bo'lishi mumkin. Ha. Qanday qilib? Yo'q xudoyim, sen yutishing mumkin. Holat, bu 1 million dollar seni hayotingni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Holat olg'a omad tilayman. Unga joy bering olg'a Holat. Sen bilan faxrlanaman do'stim. Holat, mana bu 1 million dollar endi senga. Tabriklayman. Ha. Tepladi. Ronaldo, obnacha, qanday gaping bor? Ha do'stlar, menga ham Drago dublajga ham Mr. Beastga ham obuna bo'ling.